Hey guys, bugungi video meni ish xonam haqida bo'ladi. Men ishlaydigan joyda keyin men nimalar qilishimni videoga olmoqchiman. Sizlarga iloji boricha ko'rsataman. Detalni ko'rsatishga harakat qilaman, lekin bir yoshli bolaga qaraganim uchun bu juda ham qiyin bo'ladi, chunki u menga har minut men unga kerakman. Ulardan birinchi qilgan ishim bola uyg'onadi, bolaga sut beraman. Keyin yuzimni yuvib keldim. Xodimni qilib kelaman. Endi bolaga ovqat beraman. Keyin batafsil gaplashsak bo'ladi o'tirib. Bu bardak, hozirxonadagi bardak. Kecha uxlab qolganmiz. Hozir shularni hammasini tartibga keltiramiz. Bular hozir shunaqa turibdi. Men buni chiroyli ovqat qilaman hozir. Mana tayyor. Bu bolaniki. Bolam juda och. Bu omlet. Bu uzum, kivi va kartoshka qaylali kasha. Asro ovozda gapiryapman chunki bolani ota-onasi uxlayapti. Mana o'zi yeyishiga o'rgatyapmiz sekin-sekin. Ba'zan o'xshaydi, ba'zan o'xshamaydi. Hozir itini chaqiryapti, lekin it hali uxlayapti. Mashga ozgina qoldi. Yuvib qo'ydim. Men bu butilkalar 4 ta bo'lgandan keyin yuvaman. Chunki men bu yuvadigan mashinasi bor. Bunga 4 ta ketadi. Bu yerda hozir dori yemoqchi bo'lyapman. I'm on my period and I have very bad period cramps right now. Narslarimni yig'ishtiraman. Bu qo'shimcha dorilar, kerakli bo'lgan dorilar, biron joyga borayotganimda yoki umuman har qayoqqa chiqayotgan bo'lsam ham sumkamga solib qo'yaman. Kerak bo'lib qoladi. Ichida anaqasi ham bor. Big plaster. Bu Ariana Grande'dan atir. Buni hidiga hech narsa ketmaydi. Mazza. Bo'ldi, sumkam bo'shatdim. Endi buni boshqa sumkalarga qo'shib qo'yaman. Bolani ko'tarib obzor qilaman sumkalarimga. Yig'layapti chunki. Mana birinchisi. Bu shunaqa katta paket narsa ko'tarishga. Bu ko'pincha bunda chiroyli qilib ko'tarib yurishga emas. Bu ikkinchisi. Bu o'zimga eng yoqadigan sumka. Ha, qo'yib qo'yib. Shunaqa gapirsam bo'lar ekan-ku, shundan beri. Mana shunaqa sumka. Judayam ixcham, chiroyli. Yeah, I know. Uchinchisi. Bu prям hali umuman taqmaganman. Yaqinda sotib oldim. Buni Xitoyga borganimda taqaman, xudo xohlasa. Sentabrda. Bu qop-qora. Taqa katta rasmga.
Bu ko'proq og'ir kitob daftar hisobiga ko'tarishga olganman. O'qishga rosa taqdim bu semestrda. Keyingisi backpack. Orqaga taqildi. Bu eng yaxshi ko'radigan sumka. Ixcham katta. Yarın 24 soat ishlayman. Telefonim hozir oladi. Yo'q. Videoim kelmay qoldi. Bye bye. Mana yig'ishtirib chiqdim. 2 soatga borsa ham katta gap. Mana amakim boshladilar уже. Qaytib keldim. Odamlar videoni davom ettiraman. Soat 6 bo'lyapti. Soat 12 da to'xtatib qo'ygandim, video olishdi. Bu ishim qiyinligidan. Bye bye. Sizlarga yangi recommendation beraymi? Qo'shiq eshitish, yangi qo'shiqchi tavsiya qilaman. Fauziya. Juda ham zo'r qo'shiqlar bor. I watch the world burn down just to see you in the light in your feet. Menga pizza qoldirib ketishdi. Pishirib yeyishim uchun kechga. O'zimga tashqariga chiqib ketishdi. Hello. Soat 8:15. Endi uxladi bola. Endi meni vaqtim bor. Deyarli hech narsani videoga olishga imkonim bo'lmaydi. Faqat unga qarashimga to'g'ri keladi. Chunki 1 sekund ko'zimda olib qo'ysa nimadir boshlagan bo'ladi. Yoki yiqiladi, yoki nimadir yeb qo'yadi. Xullas shunaqa. Not easy. Bugun kunim ham tugadi. Bugun kechga ko'chaga chiqishim kerak aylanishga. Bolam ota-onasi aytganki, bemalol aylanib kelsang bo'ladi. Bugun deyishgan. Ular hali ko'chada, ular qaytib kelishgandan keyin ko'chaga chiqaman, xudo xolasa. Menimcha bu videoim boshqa videolarimga qaraganda ancha zerikarli chiqyapti. Boshqa videolarimda sayohat, boshqa narsalar videoga olaman. Lekin bu video aynan har kuni nima yashayotganimni ko'rsatib beradi. O'zimga hech narsaga vaqtim bo'lmaydi. 6 kun ishlayman haftada. Xuddi shunaqa o'tadi kunim. Mayli, kelinglar bitta voqeani aytib beraman. O'tgan hafta IELTS imtihonimiz 8 da edi. What? 5-avgust kuni edi. Chorshanba kuni. Men chorshanbaga atay to'g'irladim. Chunki chorshanba menda dam olish kuni. O'sha kuni soat ertalabki 9 ga IELTS ga registratsiya qilgandim. Shu yerda Koreyada Seul topshirmoqchi edim, Gangnamda. 9 ga borishim kerak edi. Men aytdim, bola o'qdan turgan bo'ladi soat 8 da. Men 8 da uydan chiqib ketaman dedim. Vaqtni xuddi shunga to'g'rilab hammasini gaplashganman. Taksi chaqirib, taksida borishim kerak edi. Chunki probka bo'ladi Seulda, bilasizlar. Soat 8 da bolani oyisi kelish kerak. Bolani mendan qabul qilib, bola bilan qolish kerak edi. Lekin uni onasi soat 8:10 da keldi, bolani oldi. Nima bo'ldi bilasizlarmi? Xo'p dedim, mayli dedim. Biram duo qilyapman. Ey Xudo, tezroq boray. Ishimni oson qilgin, tezroq yetib olay. Men shu 10 minut kechikkan bo'lsam yetqizmana debman. Lekin nima, taksiga o'tirdim, probkada o'tiribman. Probkada asablarim tamom bo'ldi. Yeta olmayapman-da boyagi joyga. Imtihon joyiga. Keyin soat 8:55 da men bordim. O'sha binosiga kirdim. 9 da imtihon boshlanadi, 8:55.
Lekin oxirgi registratsiya verifikatsiya vaqti soat 8:50 edi. Xullas 8:50 dan kechikdingmi, bo'ldi tamom deganim. Значит, men 5 minut meni taqdirimni hal qilyapti. $200 dan ko'proq pulimni o'chirib yubordi. Va bitta karis ayol, garisi tushuntirdim. Gangnamda birinchi bo'lishim, prokuda qolib ketdim, matashib qoldim, hammasi deb ko'rdim degan umuman qo'ymadi ichkariga. Jahlim chiqib ketyapti, anu ayolni shunaqa yomon ko'rib ketyapman, lekin tushunyapman, ayb manda. Manda bolani onasida. U vaqtida kelish kerak edi. Men bu yerda pul sarflayapman, qanchadir. Vaqtim, asabim sarfladim ancha. Kirgizishmagandan keyin rosa yig'ladim tashqariga chiqib. Wow, dahshat, emotsiya. Kimdir oldimga chiqqanda meni o'ldirib qo'yardim. Shunaqa narsalar bo'ldi o'tgan hafta. Eng qizig'i yana registratsiya qildim, chunki menga mana shu haftadan shidalisi kerak. Bitta narsa boshlab qo'yganman. O'shaning uchun. Xullas, keyingi hafta yana chorshanba kuni soat 9 da ketaman imtihonga. Bu safar 7:30 chiqib ketaman. Og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi deganda. Mana endi ertadan vohildan borib olaman-da. Nima qilib? Mana shunaqa gaplar. Bundan ham zo'r voqealar borligi aytishga biram. I don't know. Imtihonga kirmagandan keyin Chonjuga ketdim. O'rtog'im bilan bir kunim faqat o'rtog'im bilan aylandik. Kino ko'rdik. Shunaqa narsalar bo'ldi.